Toshkent Krasnodar yo'nalishlariga ketmoqchi bo'lsanglar, Toshkent Volgograd, Toshkent Rostov, Toshkent Saratov, Toshkent Krasnodar, Krasnodardan Sochi, Mariupol, Gelenjik, Novorossiysk yo'nalishlariga bemalol telefon qilib batafsil ma'lumotlar olishingiz mumkin. Bizning reyslarimiz Qo'yliq va Vodiy Andijon pitayida joylashgan. Avtobusimiz mana Qo'yliqdan chiqqan avtobusimiz mana Tamojiga yaqinlashib qoldi. Bemalol kelib ketishinglar mumkin aziz yurtdoshlar. Tanlovda adashmanglar. Endi esa mana davlat tomonidan qo'yilgan avtobuslarimiz haftada 2 marta, seshanba va juma kuni Toshkent Krasnodar va Krasnodar Toshkent yo'nalishlariga kelib ketishinglar mumkin. Avtobus ish holatida zaryadka uskunasi hamma sharoitiga ega, monitorlari bor. O'zbekistonning ichida ketib boryapmiz. Qoplonbek Tamojiga 10 kilometr Qoplonbek Tamojiga yetdi. Kelesdan o'tib ketyapmiz. Telefon qilinglar. Barcha yo'nalishlarimiz Toshkentdan Moskvaga, Moskvadan Toshkentga. Toshkentdan Krasnodarga, Krasnodardan Toshkentga yo'llar. Sog' bo'lasizlar.